Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Val aqibatul muttaqin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqul vadil amin. Vala alihi va ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zining 30 ming kishilik qo'shini bilan Bizans qo'shiniga qarshi Arabiston yarim orollarida ilgarilab borishar ekan. Bular Ashabi Hijr deb nomlangan hududga yetib borishganida Rasululloh o'zining qo'shinini dam oltirish uchun mana shu maskanda Hijr deb nomlangan joyda to'xtashadi. Muhtaram birodarlar, bu maskan shunday bir joy ediki, tuproqlari qip-qizil, atrofi esa boshi va uchun ko'rinmas qoyalar bilan o'ralgan. O'sha qoyalarning ichiga esa naqsh bezagi berilib, o'yib uylar qurilgan edi. Payg'ambar alayhissalom bu vodiyga kirib kelganlarida 1000 yillar oldin bu yerlarda qaysi qavmni yashab o'tganini va boshlariga kelgan mudhish voqeadan xabardor edilar. Va o'sha yerda Rasululloh o'zining lashkarlariga yuzlanib turib aytadilar-ki, azobga duchor qilingan bu qavmning diyorlariga ko'zlaringiz yoshlanmasdan turib kirmanglar. Agar yig'lash qo'lingizdan kelmasa, uvillab kiring. Yo'q, agar buni ham bajara olmasangiz, unda bu diyorlarga umuman kirmang. Yoxud bu qavmning boshiga kelgan kunlar sizning ham boshingizga kelmasin deydilar. Rasululloh va uning askarlari yana sog' salomat yo'llarida davom etishlari uchun mana shu maskanda qolib dam olishlari zaruriyat edi. Va o'sha kungi havoning issiqligidan qo'shinning o'sha vaqtdagi eng katta ehtiyojlaridan bittasi bu birodarlar suv edi. Payg'ambar alayhissalom va uning kuchli armiyasi dam olish uchun shu maskanga joylashar ekan, sahobalar atrofdan ba'zi bir suv quduqlarini kashf qilishadi. Va ana shu quduqdan chiqayotgan suvdan sahobalarning o'zlari ham ichishadi, hamda ovqat uchun ham o'sha quduq suvlaridan ishlatishadi. Bo'layotgan ishdan xabar topgan Payg'ambar alayhissalom darhol quduqlardan olingan suvlarni to'kib tashlashlarini va o'sha suv ishlatilgan ovqatlarni esa tuyalarga berib yuborishlarini amr qiladi. Nimaga? Chunki Payg'ambar alayhissalom shirk degan baloga xasta bo'lgan, qalblarida zarra qadar iymon nuri qolmasdan alal oqibat Robbul alamin tarafidan halok qilingan bu qavmdan qolgan biron narsadan foydalanishni xohlamagan edilar. Mayli oradan 1000 yillar o'tib ketgan bo'lsa ham, Nabiy sallallohu alayhi va sallam hatto shu hududda oqib turgan suvdan ham iste'mol qilishni xohlamagan edilar. Muborak Qur'onda yashab o'tgan hayotlari bir necha oyatlarda zikr qilingan bu qavm dahshatli shamol va qum to'foni bilan halok qilingan Od qavmining zurriyotlari Samud qavmi edi, birodarlar. Od qavmi uchun payg'ambar qilib yuborilgan Hud alayhissalom va ul zotga iymon keltirgan kishilar ana shu bo'lib o'tgan dahshatli qum to'fonidan keyin zolim Shaddod qurdirgan Irem shahrini tark etishadi. Va rivoyatlarga ko'ra ular Madina va Shom o'rtasidagi Hijr deb nomlangan vodiyga kelib, qolgan hayotlarini shu yerda davom ettirishadi. To'liq quvvatga ega bo'lgan tarixiy manbalarga ko'ra, Od qavmi bilan hozirgi Samud qavmini orasidagi farq 500 yilni tashkil qilgan. Va Samud qavmiga Oduhra deya, ya'ni ikkinchi va oxirgi Od qavmi deya xitob qilingan. Nima uchun bunday deb xitob qilingan? Chunki Alloh subhanahu va taolo Od qavmi uchun qanchadan qancha ulug' ne'matlarni ato etgan bo'lsa, mana shu ne'matlarni hammasi Samud qavmida ham bo'lgan. Bo'ylarining uzunligi, kuch-quvvatda baquvvat ekanliklari, yashab turgan tuproqlarining barakali ekanligi xuddi Od qavmidek bir xil bo'lgan. Zalolatga botishlari ham, shirkka ro'kash qo'yib, tubanlikka yuz tutishlari ham xuddi otalari Od qavmidek bo'lgan. Hatto birodarlar, e'tibor berib turing, bular o'zlarini ota-bobolarini, ya'ni Od qavmini qanday qilib yer yuzidan halok qilinganini ham bilishgan. Tubanlikka kirib, qilayotgan ishlarni xato ekanligini ham his qilishib, bularni aytgan gaplari shu bo'lganki, bizni ota-bobolarimiz, ya'ni Od qavmi, ular o'z uylarini tog'larda ustiga qurishgan edi
O'shaning uchun kuchli shamol ularni halok qildi. Va lekin biz tog'ni ustiga emas, uylarimizni tog'larda o'yib ichiga quramiz. Ana undan keyin bizni hech kim va hech qachon halok qila olmaydi deyshadi. Haqiqatdan ham qurilgan uylari birodarlar, tog'larda o'yib ichiga qurilgan bo'lgan. Qurilganda ham qanday? Bamisoli qasr kabi naqsh bezaklari bilan o'yib qurishgan. Alloh subhanahu va taolo muhtaram birodarlar Solih alayhissalomni 40 yoshga to'lganida mana shu Samud qavmiga payg'ambar bo'lishni iroda qiladi. Solih alayhissalom ham mana shu qavmni, ya'ni Samud qavmini ichidan chiqqan payg'ambar bo'lgan. Va u zot bu qavmga payg'ambar qilib yuborilgan vaqtida aholi putparastlik degan xastalikka tamoman duchor bo'lib bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo o'sha kunni Muborak Qur'onning Arof surasi 73-oyatiga Samud qavmiga ham o'z birodarlari Solihni yubordik. Va Solih ularga qarata: "Ey qavm, ortiq Allohga qullik qiling. Sizning undan boshqa Robbingiz yo'qdir" dedi, deya muhrlab qo'yadi. Demak, Solih alayhissalom ham xuddi Hud alayhissalom kabi o'z qavmidan chiqqan payg'ambar hisoblanadi. Solih alayhissalom birodarlar hayoti davomida zehni o'tkir, zukko inson bo'lgan. Bu Samud qavmi har doim o'zlari Solih alayhissalomdan yordam maslahatlarni olib turishgan, faqat payg'ambar bo'lguniga qadar. Endi payg'ambarlikni ko'targandan keyin qanchalik bular Solih alayhissalomni tanishmasin, unga iymon keltirishni rad qilishgan va kofir bo'lib qolaverishgan. Ne'matlarning eng afzali birodarlar bu iymon. Bu narsa alhamdulillah hozir siz bilan menda bor inshaalloh. Mana shu qissalardan albatta inson o'zi uchun ibrat olishligi shart. Kimlarnidir mana yonlarida payg'ambar bo'lsa ham, necha yuz yillar mobaynida hidoyatga da'vat qilib tursa ham baribir zalolatda olamdan o'tib ketaverishgan. Solih alayhissalom boyagi oyatda Alloh zikr qilganidek, o'z qavmiga payg'ambar ekanligini e'lon qilgandan keyin Samud qavmini ul zotga bergan javobi shu bo'ladiki: "Ey Solih, axir sen yaqin kungacha insonlarga yaxshilik ulashgan biri eding-ku. Nega endi bizni otalarimizni ibodat qilgan narsadan bizni qaytaryapsan? Va yana senga rostini aytadigan bo'lsak, ey Solih, o'sha sen chaqirayotgan dinga bizni shubhamiz bor. Chunki sen bizni ishontirish uchun, isbotlash uchun bizga hech narsa, hech qanaqangi mo'jiza ko'rsatganing yo'q" deyshadi. Birodarlar, e'tibor beringda. Butun payg'ambarlar hayotini o'rganib qarasangiz agar, barcha sarkash qavmlarni aytgan eng birinchi gaplari bu ish deydi, hozirgi qilib turgan ishlarni. Bu ish bizga ota-bobolarimizdan qolgan meros. Ya'ni hozirgi bizni til bilan aytadiganda kattalarimizdan qolgan urf-odat deyishgan. Ikkinchisi isbot talab qilishgan, nimanidir ko'rsat, nimadir qil deyishgan. Samud qavmini ham o'zlaricha chiqarib olishgan bir urf-odat kunlari, ya'ni bayram kuni bo'lgan. Mana shunday bayram kunlarning birida qavmdagilar o'zlarini yasab olgan ana shu but va sanamlarga sig'inib bo'lgandan keyin Solih alayhissalomdan o'zini payg'ambar ekanligini bularga isbotlab berishi uchun mo'jiza talab qilishadi. Mayli, mo'jiza talab qilsin. Insonning tabiatida bor, ishonuvchanlik bor, ishonmaslik bor. Bir insonni ketayotgan yo'li xato ekanligidan qaytarish uchun uni isbotlab berish kerak. Va lekin Samud qavmi Solih alayhissalomdan inson farzandi umuman bajara olmaydigan, aqlga sig'mas narsalarni talab qilishadi. Ustiga ustak talabni qo'yib turib yana payg'ambarning ustidan kuladi bular. Har bitta payg'ambarga Alloh taolo o'zini payg'ambar ekanligini insonlarga isbotlab qo'yishi uchun har xil ko'rinishdagi mo'jizalarni inom etgan. Bular qaytarib aytaman, har xil ko'rinishda bo'lgan. Nimaga? Chunki qaysi payg'ambar qaysi zamonda yashayotgan bo'lsa, o'sha vaqtdagi kofirlar o'zlarini nimasi bilan maqtanayotgan bo'lsa, payg'ambarga berilgan mo'jiza ana shuni sindirib qo'ygan. Va lekin
payg'ambarga shart qo'yilishidan oldin har bitta payg'ambar o'sha qavmni ogohlantirgan. Qanday ogohlantirgan? Payg'ambarlar aytishganki, "Xo'p, men shartga roziman. Faqat sizlar so'ragan shartni men bajarsam, keyin menga ishonib iymon keltirasizlarmi?" deya. Nima uchun? Chunki aniq bir o'rtada qoida bor. Mo'jiza so'raladi, shart albatta bajariladi. Agarda mana shu mo'jizani ko'rib turib ham qavm iymonga kelmasa, o'sha qavm yoppasiga yer yuzidan yo'q qilinadi. Xuddi shunday Solih alayhissalom ham Samud qavmiga agar hozir sizlar talab qiladigan mo'jizalaringni men ko'rsatib bersam, keyin menga iymon keltirasizlarmi deganida qavmdagilar ha deya javob berishadi. Unda deydi Solih alayhissalom, so'raylar qani, nimani so'ramoqchisizlar deganida, qavmning ichidan bir kishi chiqadi-da, katta bir xarsang toshni oldiga borib turib, "Ey Solih," deydi. "Agar sen haqiqatdan payg'ambar bo'lsang, mana shu xarsang toshni yorda, ichidan yer yuzidagi eng katta tuyani chiqarib berchi bizga" deyshadi. Orqada eshitib turgan qavm bu gapdan keyin kulib yoradi qahqahotib. Endi qavmdagilar bitta gaptashab boshlaydi payg'ambarga. Ichlardan bittasi aytadiki, "O'sha chiqargan tuyangni rangi qizil bo'lsin, qizil qilib chiqar" deydi. Qavm yana kuladi. Boshqasi qo'shimcha qilib aytadiki, "Agar rangini qizil qilsang, junlarini ham uzun qilgin" deydi. Qavmdagilar battarroq kulib yoradi. Nimaga? Chunki tuyani juni uzun bo'lmaydi. Keyin yana boshqasi chiqadi-da, "Bu yerdagi nozik nuqtaga e'tibor berib turing. Bu osiylikka, bu gunohi kabiraga butun qavm yoppasiga sherik bo'lyapti. Bitta zakas qilyapti payg'ambardan." Yana bittasi chiqadi-da, "Agar sen shu xarsangdan bahaybat tuya chiqarsang, rangi qizil, juni uzun bo'lsa, unda o'sha tuyangni suvga to'ymaydigan qilib chiqar. Bir kun to'xtamasdan suv ichsin" deydi. Qavmdagilar yana kuladi. Orqasidan yana boshqasi chiqadi-da, "Agar shunaqa tuya chiqaradigan bo'lsang, ey Solih, qornida 10 oylik bolasi ham bo'lsin" deydi. Va bu gapdan keyin birodarlar, Samud qavmi kulmoqdan gapira olmasdan yerga o'tirib qoladi. Nimaga? Chunki bu qavmning tasavvurida, bularning fikrida so'ralgan shartni bajarishda iloji yo'q edi. Endi haqiqatdan ham oddiy bir inson bolasi uchun mana shu shartni bajarishning iloji yo'q. To'g'ri, hayotda topsa bo'lishi mumkin. Bo'yi sal uzunroq tuyani topsa bo'ladi. Rangi qizil tuyani topsa bo'ladi. Lekin bir vaqtni o'zida ham juni uzun toshni ichidan, qornidan homilasi bilan chiqarishni iloji yo'q, lekin hamda 10 oylik homilasi bilan. Inson bolasi uchun imkonsiz ish bu. Faqat olamlarning Robbisi bo'lgan Parvardigor uchun emas. Chunki Alloh taolo yo'qdan bor qilib koinotni yaratdi, birodarlar. Hazrati Odamni yaratdi. Otasiz qilib Isoni yaratdi. Samud qavmi bir-biriga qarata qahqah otib payg'ambarning ustidan kulishar ekan, Solih alayhissalom ularga qarata, "Bo'ldimi? Talablaring, istaklaring, xohishlaring, shartlaring shumi?" deydi. Ular ha deyshadi. "Agar," deydi Solih alayhissalom, "dunyoning eng katta tuyasi, rangi qizil, junlari uzun, qornida 10 oylik homilasi bilan mana shu ko'rsatgan harsang toshlaringning ichidan yorib chiqib kelsa va ana shu tuya suv ichganda bir kun to'xtamasdan suv ichsa, ya'ni kim hozirgi tilaklaring tamomiyla bajarilsa, sizlar shirkni tark etib Allohning yakka iloh ekanligiga, undan boshqa buyuk zot yo'q ekanligiga iymon keltirasizlarmi deganida qavm aytadiki, "Ha, albatta. Faqat mana shu aytgan talablarimizni tamomiyla bajarsang, senga iymon keltiramiz" deyshadi. Unda deydi Solih alayhissalom, "Qishloqdagi butun xaloyiqni yig'ib kelinglar" deydi. Butun xaloyiq o'rtaga yig'ilgandan keyin 2 rakat namozini o'qiydi-da, Alloh taologa duo qiladi. Payg'ambarlarning duosi ijobat, birodar. Solih payg'ambar duo qilib bo'lishi bilan osmonni bir lahzada qora bulut qoplaydi-da, o'ta dahshatli darajada qattiq bir chaqmoq chaladi. Haligi chalgan chaqmoq
boya qavm ko'rsatgan harsangga kelib tushib, harsang ikkiga ajraladi va ichidan esa xuddi Samud qavmi zakas qilgandek hali insoniyat tarixida ko'rilmagan bahaybat bir tuya chiqib keladi. O'sha chiqqan tuyani rangi qizil bo'ladi, junlari uzun, odamlar tekshirib ko'rishsa qornida 10 oylik homilasi ham bo'ladi. Birinchi qoida birodar, qavm isbot talab qildi, ular shart qo'ydi va ularni zakasi nima qilindi? Bajarildi. Endi navbat Solih alayhissalomda. Payg'ambar Solih ularga aytadiki, ey qavm deydi, bu tuya Allohniki. Sizlar xohlagandek bir kun to'xtamasdan suv ichadi. Bundan buyon shu quduqdan chiqayotgan suvdan bir kun biz ichamiz, bir kun esa mana shu tuya ichadi. Yana yomonlik bilan bu tuyaga qo'llaringni uzatib yurmanglar, bo'lmasa sizlarga alamli azob keladi dedi. Bu tuya birodarlar, haqiqatan Allohning mo'jizasi edi. Va buni hech kim inkor qila olmasdi. Nimaga inkor qila olmasdi? Chunki ana shu qavm aytgandek tuya chiqdi. Va shu tuya qavm bilan birgalikda yashaydi. Tuyani suv ichadigan navbat kuni kelganida xuddi oldindan o'rgatib qo'ygandek tog'dan pastga to'ppa-to'g'ri quduq oldiga tushib keladida, shunday boshini quduqqa tiqib turib, chiqarmasdan bir kun to'xtovsiz suv ichadi. Ana u ichayotgan suv esa xuddi qornida yo'q bo'lib ketayotgandek bo'ladi. Oradan bir oy vaqt o'tar o'tmas, qornidagi homilasi ham dunyoga keladida va endi bular bir emas, ikkita bo'lib suv ichgani kelishadi. Yonidagi bo'talog'i ham xuddi onasi kabi boshini shundoq quduqqa tiqadida, bir kun boshini ko'tarmasdan turib suv ichadi. Endi birodarlar, Allohning buyukligini qarang. Ona va bola qavmga tegishli bo'lgan quduqdan bir kun suv ichadi. Bular suv ichar ekan, qavmdagilar bularni sog'ib tuyani sutini ichadi. Tuyadan sog'ilgan sut birodarlar o'sha yerda yashayotgan butun qavmga yetadi. Bu mo'jizani ko'rgan va u bilan birga yashagan judayam ko'plab insonlarning qalbiga iymon nuri kirib, Solih alayhissalomga ergashadi. Endi ergashmaganlarga esa Solih alayhissalom aytadiki, ey qavm, sizlarga Robbingiz tomonidan ochiq bir dalil keldi axir. Va bu dalil mana sizlar bilan birga yashab kelmoqda. Allohning tuyasidir. Endi sizlar ham Allohga ibodat qiling. Zotan undan boshqa Robbingiz yo'qdir. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalomni tili bilan muborak Qur'onning G'oshiya surasi 17-oyatida g'ofillar va kofirlar ibrat va diqqat bilan bu tuyaga qaramaydilarmi? Qanday qilib va qanday mukammal qilib yaratilgan? O'sha inkorchilar yomg'ir yog'ayotgan bulutlarga, ularning qanday yaratilishiga yoki tuyaning boshqa hayvonlardan farqli xususiyatlari bilan qanday yaratilganiga qaramaydilarmi deya zikr qiladi. Samud qavmining qolgan kofirlari esa, nima endi bizlar oramizdan chiqqan bir insongami ergashamiz? Agar bizlar ham Solihga ergashadigan bo'lsak, buzuqlik va ahmoqlik qilgan bo'lamiz-ku. O'zi asli shu tuya ham bizni rohatsiz qilmoqda. Buni kattaligidan tog'dan pastga tushib kelar ekan, qo'y-qo'zilarimiz qo'rqib ketyapti. Mana bu quduqdan chiqayotgan suv esa hozirda o'zimiz uchun tanqiz bo'lib turibdi. Bu ham yetmagandek, bir kunlik suvimizni shu tuya ichsa. Ustiga ustak tuyani ko'rgan ko'pchilik Solihga ergashib ketdi. Eng yaxshisi biz bu tuyadan qutulamiz. Uni o'ldiramiz dedi. Holbuki tuyani Samud qavmini o'zi xohladi. Hatto tuyani qancha suv ichishini ham qavm belgiladi. Va lekin bu tuyani ularga zarari tegmagan edi. Suvdan ichgan bo'lsa, bular o'sha kuni tuyani sog'ib sutini ichdi. Hattoki Solih alayhissalomning bu tuya Allohning tuyasi. Bu tuyaga yomonlik bilan qo'l uzatmanglar, yo'qsa sizlarga dahshatli azob yetadi degan ogohlantirilishini ham unutib qo'yishdi bular. Haqiqatdan birodarlar, Samud qavmi ana shu tuyani o'ldirish uchun qasd qiladi-da, o'sha davrdagi eng zo'r qassob bilan ko'cha bolalarini yig'ib kelishadi.
Bular Qur'onda malalar deya zikr qilinadi. Ularning soni 9 ta bo'ladi. To'dani boshi esa Qudor ismli kofir bo'ladi. Samud qavmi Qudorga tuyani o'ldirish taklifini berganida Qudor rozi bo'ladi, faqat aytadiki, "Bo'ldi, gap yo'q. Biz tuyani o'ldiramiz. Va lekin tuya o'lgandan keyin Solihga ergashganlari bizga tahdid solsa, sizlar ham bizni himoya qilasizlar" deydi. Qavmdagilar ham Qudorning shartiga rozi bo'lishadi va ertasi kuni tuya suv ichgani tog'dan pastga tushib kelayotganda eng avval Qudorning yonidagi 8 ta laychasi yugurib boradida tuyani oldiga chiqishadi. Va lekin tuyani haybatidan va uning bahaybatligidan haligi 8 ta odam 8 ta tarafga qarab qochib qoladi. Buni ko'rgan badbaxt Qudor ularga qarab turib ustilaridan kuladida, qo'ylaring, hammang bittagina tuyadan ham shunchalik qo'rqasanlarmi?" deydi. Payg'ambar alayhissalom birodarlar o'zining sahih hadislarini birida yer yuzidagi eng badbaxt odam mana shu Qudorga marhamat qiladi. Haligi 8 kishi tuyadan qo'rqib qochib ketgach, badbaxt Qudor tuyani oldiga chiqadida, qo'lidagi o'tkir tig'li jismi bilan tuyani oldi tuyoqlariga bitta urib cho'ni cho'kkalatib qo'yadi. Yiqilgan tuyani ko'rgan haligi 8 ta laycha esa baravariga bittasi bo'g'ziga, ikkinchisi qorniga, yana boshqasi oyog'iga yopishadi-da, ular o'sha yerda tuyani bo'g'izlab o'ldirishadi. Buni kuzatib turgan sal nariroqdagi tuya polaponi esa qo'rqqanidan toqqa qarata qocha boshlaydi. Qochayotgan bo'taloqni ko'rgan Qudor va uning laychalari uni ham quvlab yetishadi-da, o'sha yerda bo'taloqni ham o'ldirishadi. Ana shu bo'taloq birodarlar, bu zolim Qudor va uning malaylari tarafidan so'yilar ekan, 3 marotaba qattiq bir ovoz bilan qichqiradi. Ulamolar bu ovozni juda xo'rlanib yig'layotgan ovoz edi deya zikr qilishadi. Bo'lib o'tgan voqealar Solih alayhissalomning qulog'iga yetib borgach, shoshganicha yugurib voqea sodir bo'lgan joyga yetib keladi. Va kelib turib qarasa, ming afsuski Samud qavmi birodarlar yoppasiga tuyani so'yib, o'sha yerda pishirib yeb o'tirishganini ko'radi. Butun qavm avvaliga buni sog'ib sutini ichishgan edi. Endi esa o'zini ham so'yib yeyishadi. Va bu ham yetmagandek, "Ey Solih" deydi bular. "Mana qarab, biz seni tuyangni so'yib o'ldirdik. Agar seni aytgan gaplaring rost bo'lsa, hech ham kutib o'tirma. Keltir o'sha azobingni bizni boshimizga" deyshadi. Shunda Solih alayhissalom, "Ey Samud qavmi, endi sizlar uchun dahshatli va alamli azobni kelishi aniq bo'ldi. Yashab turgan diyorlaringda 3 kun noz ne'matlardan tortib, mazza qilib yashab qolinglar" deydi-da, orqasiga shunday burilib uyiga qarta qaytib ketadi. Buni eshitgan Qudor, "Tuyani biz o'ldirgandik. Hozir uni egasi kelib bizni qo'rqitdimi? Unda Solihni ham o'ldiramiz" deydi-da, o'ziga ergashgan haligi 8 ta laychasini olib, Solih alayhissalomning uyiga qarata otlanishadi. Bular birodarlar o'zlarini ana shu jirkanchlik qotilligini bajarish uchun Solih alayhissalomning uyiga qarata ketishar ekan, Alloh taoloning irodasi bilan yo'lda qattiq bir yel silkinishi, zilzila sodir bo'lib, qoyalar ustidagi mayda harsang toshlar boyagi kofirlarning ustiga tushib bosib qoladi. Robbul alamin Payg'ambar alayhissalomning tili bilan muborak Qur'onda shu qissani siz u bizga zikr qilar ekan. Zalolatga yuz tutgan Samud qavmida eng birinchilardan bo'lib halok qilinganlar mana shu Qudor va unga ergashganlardir deya marhamat qiladi. Qudor va uning malaylari ishni oxirgacha yetkaza olmagandan keyin endi Samud qavmining kofirlari o'zlari Solih alayhissalomni o'ldirish uchun reja tuzishadi. Ular aytadiki, "Solih bizni 3 kun yashab qolinglar" deya tahdid qildimi? Qudor va uning oilasi ishni eplolmadi. Shunday ekan bu ish o'zimizga qoldi. Biz hozir Solihni o'ldirganimizdan keyin uni qarindoshlari bizdan Solihni so'rashsa, bizni bu ishdan xabarimiz yo'q.
Biz uni o'ldirganimiz yo'q. Holbuki bizlar yaxshi insonlarmiz deb javob beramiz deyshadi. Va oqshom bo'lgach, Solih alayhissalomni o'ldirish maqsadida bular payg'ambarning uyiga borishadi. Va lekin Alloh taoloning amri ilohiyasi bilan Solih alayhissalom o'ziga ergashgan iymonli kishilarni olib, allaqachon bu shaharni tark qilishgan edi. Nimaga? Chunki bu yerga 3 kundan keyin dahshatli azobni kelishi muqarrar bo'lgan edi. Ertasi kuni tongda bu Samud qavmi uchun keladigan alamli azobning alomatlari ko'rina boshlaydi. Bu alomatlarning eng birinchisi shu ediki, birodarlar, Samud qavmining kofirlari bu tongni yuzlari sap-sariq bo'lgan holatda kutib olishadi. Boshida qavmdagilar shunchaki havoning buzilishidan qo'rqadigan hech narsa yo'q deya gumon qilishadi. Ammo ikkinchi kun tong otganida bu safar qavmning yuzlari qirmizi rangda uyg'onadi. Ana endi insonlar asta-sekin o'sha bashorat qilingan alamli azobning alomatlari ekanligidan qo'rqa boshlashadi. Samud qavmi, birodarlar, oxirgi 3-kun tong ottirganida endi insonlarning yuzlari qop-qora rangga kirgan edi. Va nihoyat aholi o'sha azobning kelishi endi aniq ekanligini tushunib yetishadi. Va qo'rqqanlaridan eng avvalo Solih alayhissalomni qidira boshlashadi. Inson bolasini illo boshi borib devorga tegishi shart. Bo'lmasa ochilmaydi. Shunaqa bo'lishiga eng avvalo o'zimiz xohlaymiz. Va lekin ba'zi insonlar uchun bu devor ham juda kech bo'lgan bo'ladi. Samud qavmi yaqin kunlar ichida boshlariga alamli va dahshatli bo'lgan azobni kelishiga ortiq iqror bo'lishadi. Va endi bundan qutulish uchun eng avvalo o'zlari mazah qilib, inkor qilgan payg'ambarni qidirib qolishadi. Payg'ambarni topolmagach, endi ular qo'rquvni dahshatidan ko'zlaridagi yosh bilan, yig'i-sig'i bilan o'zlari uchun o'zlari qabr qaza boshlaydilar. Nimaga? Chunki bilib turibdi, bugun oxirgi 3-kun, ertangi tong ular uchun azobli kun bo'lishini tan olishdi bular. Nega endi bular hali azob kelmasdan turib shunchalik qo'rqib ketishadi? Nega o'zlari uchun o'zlari qabr qozlab boshlaydi bular? Chunki ular, birodarlar, o'zlaridan oldin yashab o'tgan Nuh qavmini va Hud qavmini qanday yo'q qilinganini bilar edilar. Ularni Solih alayhissalom ogohlantirgan edi. Tıpkı muborak Qur'on va payg'ambar alayhissalomdan ogohlik kelganidek. Va nihoyat ular uchun va'da qilingan oxirgi tong ham o'tadi. Va bir lahzada osmonni qop-qora qo'rqinchli bir bulut qoplaydi. Oldiniga yer yuzida misli ko'rinmagan zilzila sodir bo'lib, insonlar tizzalari bilan yerga cho'kkilab qolishadi. Va cho'kkalab qolgan insonlarni esa baravariga bittama-bitta yashin uradi. Hali insonlar vujudidan bu azoblarni og'rig'i ketmasdan turib, o'sha holatlarida Samud qavmini 3 marotaba dahshatli qichqiriq ovozi tutadi. Hali inson bolasini qulog'iga chalinmagan bu qo'rqinchli qichqiriq ovozini birinchisida Samud qavmining quloqlari, ikkinchisida miyalari, uchinchisida esa ularning vujudlari va qalblari yorilib, mayda-mayda bo'laklarga bo'linib parchalanib ketadi. Rivoyatlarga ko'ra, yer yuzidan yo'q qilingan Samud qavmiga berilgan 3 kun, 3 kun ichida yuzlarining 3 xil rangga kirishi va yashin urgandan keyin ular uchun jo'natilgan 3 martalik qo'rqinchli ovoz o'zlari vahshiylarcha nobud qilgan polapon go'dak tuyaning qalban xo'rlanib turib baqirgan 3 martalik ovozi edi deya zikr qilinadi. Bu Samud qavmini halok qilinishini Alloh subhanahu va taolo, birodarlar, Arof surasi 75 va 79-oyatida shunday marhamat qiladi. Qavmdagi yetakchi kofirlar Solihni Robbisi tarafidan jo'natilganiga
ishonmagan kofirlarimiz dedilar. Va ey Solih, agar sen haqiqatdan bir payg'ambar bo'lsang, bizga tahdid qilgan o'sha azobingni keltir dedilar. Shundan keyin ularni o'sha kungi dahshatli azob qamrab oldi deya zikr qiladi. Bashariyat Solih alayhissalomdan keyin Alloh taoloning do'sti bo'lgan. Islom ummati uchun to qiyomatgacha yashab o'tadigan insonlarga o'rnak bo'la oladigan yana bitta muborak payg'ambar Ibrohim Halilullohni yashagan. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.